Bir odam kunduzida nima dedi? Ben bugun bir kechasi tahajjud o'qiyman dedi. Alloh taolo farishtalarga maqtanarkan, o bandamni qaranglar. 70 ming eshiklik, 70 mingta bog'i bor, 70 mingta xurumga suvchi bo'lyapti. O'qiyman dedi, xolos, hali o'qigan yo'q. Niyat qildi, umid qildi. O'qiyman dedi, xolosda. Kechqurun o'qisa-chi desa, Alloh taolo farishtalarga buyurar ekan, 70 ming eshiklik, 70 mingta bog'i bor, 70 mingta xur shuniki bo'ldi, muhrlab qo'yinglar. Hech kim ocholmadi. 2 rakat o'qisa bitta, 4 rakat o'qisa yana bitta. Yana 2 rakatdan 6 rakat o'qib qo'ysa-chi, 3 ta qasr berilyapti. İnsanlarda ba'zilarda jannati shunaqa bo'lar ekanki, qaragan odam bu dunyoga 2 barobar katta bo'lsa ham, qaragan odam nimasi jannatchi ekandir kanda. İçida bog'lari, qasrlari, daryolarda ham 4 ta daryo chiqib o'tgan. Asal daryosi, sharob daryosi, muzaffo suv, shunaqa 4 ta daryo o'tib, daryoning labida chi desa, so'rilari bo'lib, so'rilarning ustida chi desa, 70 qavat to'shaklari bo'lar ekanda, yillab o'tirsa beli og'rimaydigan. So'rida yonboshlab yotib, olma yegisi kelib qoldi deydi. Olma. Olma o'zi sekin shoxi bilan egilib kelar ekan. Qo'lini uzatish ham mashaqqat ekan. Shunday og'ziga kelsa ovolar ekanda. Ey Robbim, biz dunyo hayotida olma yeymiz desak, yo shoxiga chiqardik, yo cho'pay bilan, yo bir nima bilan, mashaqqat bilan nima qilardik. Bu hozir shunday o'zi kelib yeb qo'ya qolyapman desak, Alloh